Assalomu alaykum. Akalar, opalar, barchalarga xayrli tong. Fevralda chiqqan jo'jalarimiz qancha katta bo'lib qoldi. Sizlarga o'rdagimiz ochib chiqsa aytamiz deyiladi. Mana o'rdagimiz mo'g'ladan tuxumga tug'ib nima qilyapti. Mana shu oq yo narigi oq. Shu bitta suvlarda cho'milib yurish maza qiladi. Aytaman degandim. Hada jersilar yotibdi. Dumi yo'g'imiz ham olacha ham tuxumlarni bosib yotibdi. Jersilar. Bularni qo'ylarda oxiriga chiqib chichib tashlashyapti. Shuning uchun bularni bekitib qo'yapmiz. Akalar. Sizlarga men jo'jalarni ko'rsataman. Amakiyan jo'jalardan xabar olib turibdi. O'ldi jo'jalar. Jo'jalardan 8 ta ochuvdi. 5 ta qoldi, 3 tasi o'lib qoldi. Mana o jersiydi bolalari mana. Molali jersilar qizili, charis. To'g'ri. Ularni alohida ochib turdim. Mana. Xohlasa. Jersidan 19 ta bostiruvdim, 19 ham ochib chiqsa. Ondakan jo'jalarimiz mana. Ikkita chiqdi, 8 ta qo'ydim mana makiyan bilan. Ko'k xo'rozim bor edi-yu, shu ko'kda bolalar. Xudo xolasa ana bu qolganlarni ham ochib chiqishiga oz qolyapti. Inshaalloh ular ham ochsa. Birinchi partiyadan 8 ta ochdi. Tuxumlarni sindirib, jo'jani o'ldirib qo'yatibdi keyin. Nima qilib tashladim. Bolalarni ajratib olay, yo shu uni makiyanda, oq makiyanda bolasi, ashiniki ekan. Ana makiyanda ko'tlari osilib turibdi, ular tuxumda. Xudo xolasa ular tuxumlari ham sizlarga ko'rsataman, endi sizlarga ko'rsataman-da hammalari. Mayda bitta qora tug'yapti, mana Xudo xolasa to'rtta bo'ldi. Tuxum. Mayda olacha bosib yotibdi, mana shu tuxumlari bor, Xudo xolasa. Mashina ichida. Alloh. Mana mayda shu oqlarni bittasi tuxum qo'ydi, hali eski oq ochib chiqqan joyga. Shu yotdi. Mana biz shvedlarimiz ancha katta bo'lib qoldi. Kestirmasin. Sog'lig'ini ishtahasi yaxshi. Qo'chqarali nimtalab yer ekan, o'shaning uchun sog'lig'i o'sib ketyapti. Katta bo'lib. Mana jo'jalar oyoq tagida. Anchadan beri video qo'ya olmadik. Erkagimiz o'rnida yana bitta erkagim damalab yotibdi. 5 ta makiyanga ikkita erkak qilib qo'ydik.
Xudo xolasa. Erkak endi xudo xolasa. Keyingi ochib chiqishiga ishlatamiz endi uni. Hozircha. Mana shu 150 millionga olgan makinamiz. Tuxumda xudo xolasa. Ularni kech olganim uchun kechroq tuxum ekilyapti. Mana ular olachalar endi. Mana shu oylikni baylanishiga sabab ham mana shu olachani dumini tishlab o'ynashib yuribdi-da. Juda xunuk o'rta qilib qo'yibdi. Ulardan masna qilishiga borganman. Mazaqlar yashashdi. Hozir anavi mod orasidagi ham xudo xolasa ham oz qolgan. Ochib qoladi. Shu ko'rinmaydi, qorong'ida turibdi shu oyoq. Inshaalloh bu yil o'rdaklarni ko'paytirib, ana tutdi ham nimadan olib kelib ekib qo'ydim. Ko'chada chiqayotgan ekan, katta bo'lgan xudo xolasa bu yil meva ham qildi. Mana bosh oqdan bitta mana shu oxirda ichida bosib yotibdi. Barchalarga rahmat. Bizni ko'rib turgan insonlar maslahatinglarni berib, o'rdak jo'jalari nimaga o'lib qolyapti? Bo'lmasa mana u ochganiga ham ancha bo'lib qoldi. Katta bo'lib qolsa ham baribir. Yarimtasi o'lib qolyapti, yeyishlari yaxshi bo'lyapti. Donda ham beryapti jo'jalarga ham, o'rdaklarga. Aslida tushunmayapman hech ham. Nimaga unaqa bo'lyapti? Shuning shakar choy berib ko'rdik, o'rdaklarga ham, jo'jalarga ham. Mana jo'jalarimiz shu 15-16 fevralda chiqqan. U endi o'zim ko'proq dakan bilan qiziqqanim uchun, dakanlarni tushunganim uchun dakanlarni bahvolyapman, eplab-seplab. Katta bo'lib nobud deydi, nobud qilmasdan. Shu yoqda yotgan to'rov bitta partiya. Ash to'rosi chiqqan, ash to'rosi keyin mo'lardi. Keyingi partiyalardan chiqqanlar bularni bittasini oyog'i sholib qo'ygan. Ash inkubatordan shunaqa chiqdi. Akalar, opalar masna qilib kunni o'tkazamiz. O'zimga yoqadi unaqa tovuq baqish, o'rdak baqishlar. Hali uyingda parranda ham bo'lsa, mehmon kelib qolsa ham uyatmasdan, siqilmay, hijolat olmasdan bittasini so'yib, chiroyli qilib bir dimlab, jizlab o'zingdan chiqsa qancha. O'shaning uchun ham ataylabdan qilib qo'yaman. Mana oqti bolalar alaydagilar. Sizlar ko'rib zavqlanib. Endi hali YouTube'dan ham ko'raman, o'rdakchilikni boshqani. Keyin qiziqib. Shunaqa qilib qo'ydim. Endi bularning go'shti ham haligi immunitet deydi-ku, immunitet baquvvat qiladi. Farzandlarimiz yeydi. O'tgan yili mana xo'rozni bitta bolasi chiqdi. Erkak chiqdi ashlar. Ashuni so'yib uydagilarga yegizdik, hali oz chiqqani hisobiga. Tulki kirib 4-5 tasini bitta qilib yeb ketdi-da. Mayli, hammasi yaxshilik. Siqilmaymiz, o'ylanmaymiz. Jo'jalar maza qilib yuribdi.
Gaplar hurmatli tomoshabinlar. Xudo xohlasa endi ana tuxumdagilari ham mayskiy bo'lib chiqib qoladi, jo'jalari ham. Ammo mana bu oq o'rdakchani yana bostirmasak bo'lmaydi. Bolalar shu 5 ta bolasi qoldi. Mayli, Allohga shukr deyman. Ammo ko'p tuxumlarda palaqda qilib rasvo qildi. Hammasi Allohdan. Endi bu videoda Dilxushga olib qo'yapman, nima deydi haligi Rossiyada yurgan akalarimiz, opalarimiz ko'rib qolsa, ko'pchiliklar uyini sag'inishadi. Mana shu tollarni ham ekdik. Ko'chada bitta tolimizni yiqitib, mana tovonimizga chekka ekib qo'ydim. Mana tereklarimiz, shu eski tereklar tomonlardan chiqayotganlar. Bexilarimiz katta bexilardan. Shu yerda 4 tup bor. Hamma qo'shnilar kiradi. Shu ekanda. Bitta bahorda tomonlardan chiqarib ketishadi. Bering. Yaxshi bexilar. Maylarga ham kichkina qilib ko'chatlarni ekib berdik endi. Bo'p qolsa boqib qoladi, xudo xolasa. Shuna qilib jo'jalarga qaradik. Makanimiz Muramir deydimi? Dakamak. Biz o'zi rosa tug'di. Chunki bo'lishidan darak yo'q. Hurmatli tomoshabinlar. Xudo xolasa bularni ham katta bo'lganini ko'rsatib boramiz inshaalloh. Ko'rib. Qara, maza qiladi. Dil kettiga, dil xushga qilib. Bular to'g'rog'idan ham qaraydi ko'proq. Ko'jani kuzda sanaymiz deydi. Xudo xolasa endi kuzgacha ehtiyot qilib bahosak inshaalloh. Ko'jani sekin sanolamiz kuzda. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar. Yana videolarda qaytaramiz inshaalloh. Sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Motivatsiya bo'ladi.